Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat beriladi? Demak, bu holatda ko'radigan bo'lsak, GAI xodimi o'ng qo'lini oldinga uzatgan, chap qo'l yonga cho'zilgan holatda. Bunda orqa tomondan kelayotgan avtomashinalar, o'ng yelka tomondan kelayotgan avtomashina harakat taqiqlangan, chap tomondan kelayotgan barcha transport vositasiga harakatga ruxsat bor va ro'parasidan kelayotgan avtomobilga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat bor. Demak, yashil, ko'k va qizil avtomobilga harakatlanishga ruxsat beriladi. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Ko'rayotgan bo'lsak, mana bu yerda kirish taqiqlanadi yo'l belgisi o'rnatilgan va bu belgidan buyog'iga o'tish mumkin emas. Faqatgina chap tomonga harakatlanishga ruxsat beriladi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadi. Ko'rayotgan bo'lsak, asosiy yo'ldan mototsikl haydovchi kelyapti. Mototsikl birinchi o'tadi, undan keyin tramvay va yengil avtomobil harakatlanishi mumkin. Harakatlanishga ruxsat etilgan. Demak, GAI xodimi ikki qo'lini ikki yonga cho'zganda oldi tomondan va orqa tomondan kelayotgan transport vositalariga harakat taqiqlangan, yon tomondan kelayotgan transport vositalari to'g'riga va o'ngga harakatlanishga ruxsat beriladi. Hozir bu savolimizda faqat mototsikl harakatlanishi mumkin. Qaysi belgi T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Bizda ikkinchi belgimiz T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatib beradi. Kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chiroqlarini yoqish ogohlantiruvchi ishora bo'ladimi? Albatta, yaqin yorituvchi fara chiroqlari ogohlantiruvchi ishora sifatida o'tadi. Quvib o'tish taqiqlanadi. Chorrahalarda, velosiped yo'lkalarida, chorraha kesib o'tgan joylarda, asosiy yo'l hisoblanmagan yo'llarda, demak barcha holatlarda quvib o'tish taqiqlanadi. Agar g'ildirakdagi tortish kuchi yo'l bilan ilashish kuchidan ortiq bo'lsa, ya'ni biz g'ildirakka ko'proq kuch beradigan bo'lsak, g'ildirak joyidan jilmay aylanib qolishi mumkin. Ayniqsa bu holat ko'proq sirpanchiq paytlarda sodir bo'ladi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Ko'rayotgan bo'lsak, teng ahamiyatli chorraha, teng ahamiyatli chorrahada birinchi bo'lib tramvay harakatlanadi. Undan keyin o'ng qo'l qoidasiga qaytamiz. Ko'k avtomobil o'rtaga to'xtab, avtobus ikkinchi, yengil avtomobil oxiri. Tramvay, avtobus va yengil avtomobil. Qattiq ulagich transport vositalari orasida qanchadan ortiq bo'lmagan masofa ta'minlanishi kerak? Qattiq ulagichda 4 metrdan ortiq bo'lmagan masofa ta'minlanishi kerak. Qaysi javobda yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchalari bo'lmagan sharoitdagi joylar to'liq ko'rsatilgan? Agar yo'lovchilar uchun chiqish va tushish joylari bo'lmaydigan bo'lsa, yo'lovchilarni trotuar va yo'l yoqasi tomondan tushirishingiz mumkin. Siz oldinda transport vositasi to'xtab turgan tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelyapsiz. Sizning bajarishingiz kerak. Demak, oldida transport vositasi to'xtab turgan bo'ladigan bo'lsa, biz to'xtab turgan avtomashina oldida piyoda yo'qligiga ishonch hosil qilib, harakatni davom ettirishimiz mumkin. Shatakka olingan avtomobilda odam tashishga ruxsat etiladimi? Faqatgina yengil avtomobillarda odam tashishga ruxsat etiladi. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ko'rayotgan bo'lsak, faqatgina yuk avtomobillari uchun quvib o'tish taqiqlangan belgisi turganligi uchun yengil avtomobil quvib o'tishiga ruxsat beriladi. Belgilangan yo'nalish bo'yicha harakat qilayotgan belgilangan yo'nalishdagi transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joyida tashqarida oq tayoq bilan ishora berayotgan ko'rlarni o'tkazib yuborishlari kerakmi? Hamma holatlarda o'tkazib yuborishlari kerak. Bu yo'l belgisi bildiradi. Demak, bu yerdagi qo'shimcha axborot belgisi haqida so'ralyapti. Bu belgi yengil avtomobillar va mototsikllarni to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatib beradi. Velosipedlarda trotuarda harakatlanishga ruxsat beradimi? Velosipedchilar uchun velosiped yo'lkasi bo'lmaydigan bo'lsa, qatnov qismi chetda harakatlanish kerak, trotuarda harakatlanish taqiqlanadi. Qaysi javobda ruxsat etilgan harakat yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan? E'tibor bergan bo'lsak, bu yerda birinchi kesishmada o'ngga burish taqiqlangan belgisi turibdi va burila olmaymiz. Keyin kesishmada bu belgi kuchini yo'qotganligi uchun A va B yo'nalishlari bo'yicha harakatga ruxsat beriladi. Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra chetki holatda burilishni bajara olmagan bo'lsa, bu qoidalardan chetga chiqishga burilishga yo'l qo'yiladimi? Yo'l qo'yiladi, agar bu boshqa transport vositalariga xalaqit bermaydigan bo'lsa. Qayd etilgan qaysi hollarda transport vositalarini ekspluatatsiya qilishga ruxsat beriladi? Demak, M1, M2, M3 birinchi klass toifalarining avtotransport vositalari oldi o'qiga birinchi klassdagi ta'mirlangan shinalar qo'yishga ruxsat beriladi.